Hammaga xayrli kun. 2026-yil 18-yanvar ishlarimizni boshlab oldik. Soat 2. Qo'yib o'taradiman. Qo'ydiganlar bo'lsa, atletga qilib yozib ketinglar kommentlarga. Har doimgidek o'zimizning legendarniy tank uzun tezkorda ishimizni boshlab oldik. Har xil videolar chiqyapti. Uzun bunaqa istiroflari ko'p yoki ko'p kalibrovka qiladi degan fikrlarga meni munosabatim. Xo'p. Ishlagan odamga ko'p kalibrovka bo'lmaydi. Qanaqadir xatolar bo'lsa to'g'ri kechirmaydi. Lekin o'sha xatolarni o'z vaqtida to'g'rilasa yoki borib ofisda tushuntirib bera olsa, hech qanaqa istiraf tushmaydi deb o'ylayman. Kimlar men podpischalarim orasida kimlar uzumda ishlaydi, chonani yozib ketinglar iltimos. Men uzumda ishlayman. Mana bunaqa yo'nalishda velosiped yoki mashina yoki skuter yoki masalan piyoda shularni yozib ketsanglar, men xursand bo'lardim. Hammaga yaxshi kayfiyat, hammaga rahmat.